Arduino Uno. Buni kompyuterga ulardik. Endi bu nima? Nima deyiladi bu? Ismlari Mamuchi. Breadboard bor. Ha. Endi biz kompyuterga ulaganimizda svetoforni yasalishini va yoqishini bizga ko'rsatib beramiz. To'g'rimi? Qani uladik. Uladik. Açıldı. Tamam, tayyor bo'ldi. Bemalol, tushib ketmaydi. Yaxshi, mahkam, mustahkam. Masafa yasa. Yaxshi. Bu choyning tagiga ekan, ha? Mana choyning sifati uchun qo'yibdi. Demak, bu o'zini mahsulotini auksionga qo'ymoqchi. Boshlang'ich narxingiz necha pul? 10 ming ekan. 10 ming. Bir bo'ladi. 10 ming. 20 ming. Zibo 20 ming ko'tardi. Kim oladi? Mana ikkalasini bitta qildik. 20 ming bir, 20 ming ikki, 20 ming uch, 30 ming diyor, 30 ming ko'tardi. 30 ming bir, 30 ming ikki. Akamiz 20 mingga sotadi. Mobil ochayotgan. Mana boshlagan. Demak sotadi. Malades. Kim sotadi? Choyga yo'qolib. Sizlarga jon solib qo'yiladigan yaxshi yo'qolibdi mana. Mahkam, juda ham supermaydi, hech qayerdan shamollar kirmaydi. Mana quchoqlar bemalol kirib chiqsa bo'ladi, havolantiradi. Hop, sotadi. Necha pul sotamiz Muhammad? 35 ming boshlang'ich narxi ekan. 35 ming bir 100 ming. 100 ming. Oho, bunda ko'tarib 100 ming ikki. 200 ming. Oho, 200 ming. 250 ming bo'ldi. 250 ming bir 400 ming ikki. Sotildi. 250 mingga sotildi. Bo'ldi, Tengdoshlaringiz gulyozlar kelgan bu pul bilan sotib olib uyda oyoqingizga xursand qilsangiz bo'ladi. Xo'p qizlar, buni nega sotamiz? 25 ming. Dastlabki narxi 25 ming. Xo'p, bormi yana? 30 ming. 50 ming. 50 ming bir, 50 ming ikki, 65 ming. 65 ming bir, 65 ming ikki, 65 ming uch. Bu esa 65 mingga sotadi, ol.